hikmat nuri asli mo'min halovati. Ustoz o'zini shogirdlariga aytibdi, shogirdlarim o'qidinglar, ta'lim oldinglar, din o'rgandinglar. Endi odamlardan tilamchilik qilmanglar. Odamlarning qo'liga qarab qolmanglar. O'zlaring kasb hunar qilinglar-da, shu kasb hunarlaring bilan farzandlaringlarni boqinglar, baxtli, saodatli bo'lib yashanglar debdi. Borib onanglardan so'rab ko'ringlar-chi, otalaringlarning kasbi nima ekan? Mana shu kasbga qarab sizlar ham davom ettirasizlar dedi. Bilasizlar, ko'p odam ustaning o'g'li usta, falonchining o'g'li falonchi, hayotda shunaqa ko'p kuzatiladi yoki otasiga o'xshamay qolishi ham mumkin kasb hunarda. Rossiya chiqqandan keyin onasidan so'rabdi, otasi dunyodan o'tib ketgan ekan. Meni debdi, ustozim otang nima kasb qilgan bo'lsa, shuni harakat qil, qonunda bo'ladi endi, deyapti desa, onasi aytmagan ekan. Ayta olmayman bolam debdi. Yo'q, aytmasangiz bo'lmaydi. Men kasb hunar qilishim kerak, ko'chada tilamchilik qilmasligim kerak desa, onasi aytayapti ekan, seni otang o'g'ri bo'lgan debdi. Seni otang o'g'ri bo'lgan, bor endi boshqa kasbni tanla. O'g'rilik degan kasb yo'q hayotda. O'zi rosa ko'p, lekin yo'qda unday kasb. Rosa ko'p hayotda o'g'rilik degan, bilasizlar, ha? Rosa ko'p o'g'rilar bor hayotda. Ona debdi, ustozim gap yerda qolib ketmasin. Tushunmayapti bechora bola. Yetib bormayapti unga. Ustozim gap yerda qolib ketmasin. Men o'g'ri bo'laman, taqvodor o'g'ri bo'laman debdi. Ko'pa bizning hayotimizda ham taqvodor o'g'rilar. O'g'rilikda taqvo qilaman debdi. Kechqurun niyatni yaxshi qilib, taqvo bilan o'g'irlayman debdi-da, qo'shnini uyiga chiqib, to'xta debdi. Hadisda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam, Jabroil menga qo'shni haqida nasihat vasiyat qilaverdi, hattoki mendan meros olsa kerak degan hadisini o'qiganmiz, ustozimiz o'qitgan. Qo'shni haqqi mumkin emas deb taqvo qilyapti, qarang. O'g'irlikda taqvo qilyapti. Qo'shni haqqi mumkin emas debdi. Keyingi uyda o'tsa, bir ayol kishi eri o'tib ketgan, yetimlar bilan qolib ketgan ekan. Aytayapti ekan o'ziga, Alloh taolo yetimlarni mol mulkini yeyishlikdan qaytargan. Bu yetimlarga men tegmayman. O'zlari yetim bo'lsa, o'rini qaroqchi urganga o'xshab qolmasin. Taqvo qilamiz. Buni uyini ham o'g'irlamaymiz debdi. 3-uyga o'tib, bemalol xotirjam aylanib yuribgan mahallada taqvo bilan o'g'irlashim kerak deb. Keyingi uyga o'tsa, boy odam bor ekan. Mana bu odam debdi, zakotlarni bermagan bo'lsa kerak. Zakotini men o'g'irlik yo'li bilan olib chiqib ketaman deb yaxshi niyat bilan kirsa, xotin chol kampir uyda uxlayapti ekan. Xonalarni ochib bitta xonaga kirsa, ko'p boyliklar bor ekan. Daftarni chiqarib, ruchkani chiqarib, men hammasini olib chiqib ketsam, o'g'irlik bo'ladi. Boyliklarni hisoblayman-da, so'ngra boylikdan zakotni chiqaraman, shu zakotni olib chiqib ketaman deyapti ekan. Hisoblab yozib chizib, mana uncha dinar, mana uncha dirham, hamma pulni отчет qilib qo'yibdi. Hisoblab bitay deb qolsa, bomdod vaqti bo'lib qolibdi. Bu taqvodor o'g'ri. Azon aytishim kerak, azonsiz namoz bo'lmaydi deb azon aytib yuboribdi o'sha uyda. Azon aytsa, ayoli eriga qarab, biz uyda birov azon aytayapti. Bola tug'ilganimga men cho'p ketgan. Yosh bolaga azon aytadi desangiz, bir xabar olib qo'ymaysizmi? Chol kampir birga xabar olishibdi. Erkaklar ham qo'qadi ko'p o'g'ri kelgandan keyin qochadi hammasi. Chol kampir birga chiqsa, bir yosh yigit pullarni qo'yib, daftar ruchkani qo'yib, uyini bir joyida azon aytayapti ekan. Mayli azon aytib bo'lsin deb hammasi o'tirib, azon aytib bitgandan keyin, falonchi, sen bizi uyimizga nimaga kelding debdi. Desa, o'g'irlik qilgani keldim debdi. Nimaga azon aytyapsan desa, bomdod vaqti bo'lib qolgani uchun azon aytyapman. Jamoat bo'lib o'qib olmayligim debdi uyda egasiga. Buni taqvosi kuchlikda, o'zim ayolingiz orqaga turadi, men imom bo'laman, siz meni yonboshimda o'qiverasiz debdi. Safti tartibi shunday. Jamoat bo'lib bomdodda o'qishibdi. Jamoat bo'lib o'qishgandan keyin haligi oqsoqol, sen debdi, qanday o'g'irlik qilasan? Desa, men taqvodor o'g'riman, azon aytaman, namoz o'qiyman, pulingizni ham hammasini olib chiqib ketmayman, zakot bermagan bo'lsangiz kerak, zakotlarni hisoblab qo'ydim deb, buni daftarda ko'rsatibdi, chiroyli qilib.
ko'rsatsa, bu bola juda hisob kitobga usta ekan. Otang bormi desa, kasbidan keyin o'tib ketgan debdi. Bilasizlar otasini kasbini. Otam o'tib ketgan debdi. Onam bor, men borman. Shu onam men boqishim kerak desa, onangni bizni uyimizga olib kel debdi. Sen o'zingni men hisob kitob qiladigan qilib o'zimga buxgalter qilib olaman, agar rozi bo'lsang yaxshi oylik to'layman debdi. Ha bo'ladi. Mana pulni nima qilamiz desa, bu oylikdan olasan, bu zakotni qo'yib bu yoqqa. Zakotni qo'ydirib, onasini olib kelib, o'zi haligi odamni uyida xizmat qilishlikni boshlabdi hisob kitobda. Meni qizim bor, shunga uylanib olmaysanmi? Juda taqvodor o'g'ri ekansan. Sen mayli uylanib olaman deb haligi odamni qiziga ham nima qilibdi? Uylanib olgan ekan. Biz unday qilmaylik. Biz taqvodor o'g'ri bo'lmaylik. Birovning uyga kirib hisob kitob qilmaylik-ku, lekin tarixda ba'zan shunday ajoyib garoyib voqealar bo'lib qolar ekan. Birodarlar, o'g'irlik degan narsani masalan havo bulut ekan desangiz, osmonda bulut ko'rinadi. Birov og'riyapti desangiz, borib og'riqni alomatini ko'rasiz. Issiq bo'lyapti, sovuq bo'lyapti bilinadi. O'g'irlik ko'p o'rinda bilinmay qoladi. Yuzingizga qarab, chiroyli, yaxshi inson bo'lib turaveradi. O'g'irlikni Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda, Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam hadisda, umuman ulamolarimiz, mazhabboshlarimiz hammasi qaytargan narsa. Juda yoqatdi odamga. Oxirgi aytiladigan narsa mana shu o'g'irlik qilayotganda bitta odam narigi odamdan $100 mi, $1000 mi, yermi, shunga o'xshagan nima bo'lsa ham o'g'irlik qilib turib, so'ngra tavba qilsa qabul bo'ladimi, yo'qmi degan savol. O'g'rining tavbasi qabul bo'ladimi, yo'qmi degan savol. Tavbasi qabul bo'lmaydi. Shuni bilib olaylik. Alloh taolo shirkni kechiradi va yana hamma gunohlarni kechiradi. Nimaga o'g'rini kechirmaydi? Birovning haqqini olganligi uchun kechirmaydi. Alloh taolo qiyomat kunida bor, shu odam kechirsa, so'ngra men seni kechiraman. U kechirmasa men kechirmayman. Meni haqqim emas, bandasini haqqi edi bu deb aytar ekan. O'g'rilikdan ehtiyot bo'laylik. O'g'irlikni rasa katta o'g'irlik qilib turib, tavba qildim, Xudo o'zing kechir endi, juda kechirguvchi zotsam deganingiz bilan tavba qabul bo'lmaydi. Nimaga? Boshqa odamning haqqiga tajovuz qilib qo'ydingiz. Hikmat nuri asli mo'min halovati.